Zino qiluvchilar zinoni rohat deb o'ylashadi, lekin zino rohat emas, aksincha azobdir. Zino qalbga xorlik, xafalik olib keladi. Zinokorning qalbi doim siqilgan holda bo'ladi, qalbi yorishmaydi, tang hayotda yashaydi. Zino kambag'allik keltiradi, zino umrni qisqartiradi, zino rizq kamayishiga, vaqtning barakasi ketishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari zino qilgan odam o'ziga o'xshagan zinokor bilan turmush qiladi. Pokiza insonlar ularga nikohlanishmaydi. Agar bilmasdan nikohlanib qolgan taqdirda ham uzoq vaqt birga yashamaydilar. Vaqt o'tib, qandaydir bir sabab bilan ajralib ketishadi. Chunki Alloh harom bilan halolni bir o'ringa jamlamaydi. Zinokorning ruhiyati sog'lom bo'lmaydi. Zinokor qo'rqoq bo'ladi. Zinokor xoin bo'ladi. Zinokor uyatsiz, hayosiz bo'ladi. Zinokor xudbin bo'ladi. Qolaversa, zino insonning jasadini ham tuzalmas dardlarga duchor qiladi. Hech kimga sir emaski, umuman davosi yo'q kasalliklar zino oqibatida kelib chiqadi. Bulardan tashqari son sanoqsiz zararlari borki, aqlli odam o'zini o'zi zararga tashlamaydi.